zaifga tushgandi. Uni kelgandik. Chiqon yeb tashatdi bunun ismlarini. Hajit tashagan. Buni olib ketib, uyda ichkarida ham bir ikkita bor. Hayatni qilib olib kelib ishlatib beramiz, xudo xolisa. Platasini uyga olib keldik. Tashlab yubordi yo'qsa. Sichqon yeb tashaganda buni ismlarini. Minutga qolmasdan tashlab yuboradi hozir. O'chdi. Kondisioner tashlab yuboryapti, mana shu yonyapti-da. Inverter kondisioner. 1 minutga bormasdan tashlab yuboryapti. Motor yonyapti, sразу. Sababi mana shu sim sichqon yeb qo'ygan. Hozir uni hayat qilib ulab, xohlasa akkuratniy izolentalab cho'tka qilib qo'yamiz. Yeb tashagan polni. Datchilaridanmi dedik, datchilarini tekshirib ko'rsak, datchil ishlayapti, lekin buni ham yeb tashagani simiga o'tmagan. Ko'ramiz, xudo xolasa ulab ko'rsatamiz jarayonni. Simini ulab oldik mana. Diqqat qilib ko'ramiz. Tashlab yuboryapti 1 minutga bormasdan. Yaxshigina aylanyapti, bu kameraga sekin ko'rinyapti-da. Xullas ishlaydi. Qayatib qo'ydik. Shuning uchun sichqon tiqiladimi yo ovozini eshitdinglarmi, sразу chiqarib yuboringlar kondisioner ichidan. Buni ko'pchilik usta platasi ketgan deb o'ylashgan. Platani almashtirish kerak deyishgan. Ochib ko'rishmagan, lekin ishlayapti, xudo xolisa. Titillab tashlab yuboryapti. Haysinus kondisioner. Agar navoda kimda-kim ishi tushib qolsa yo mana shunaqa bo'lib qolsa, sразу ochiladi mana shu motorchikka
belkani motorchikini ochinglar-da, simlarini bir qator ko'ringlar. Bu ham bir life hack bo'ldi-da xullas. Точно diagnoz qo'yaverasizlar. Ishlayapti, уже 1 minutdan oshdi. Boya tashavvur etdi titillab. Charchamanglar, sog' bo'linglar.